Oya, yuzimga g'uri toshib ketibdi-yu. Qachon kosmetologga olib borasiz? Bu muammo ko'pchilik balog'at yoshidagi o'g'il-qizlarda bor. Mani qizimda ham boshlangani uchun zudlik bilan oliy toifali vrach-kosmetolog qabullariga yozildik. 20 yillik tajribaga ega Sevara Nigmatovna qizimi yuzini ko'rib, bir necha bosqichli chiska muolajasini tavsiya qildilar. Men qilgan xatoni aslo qilmanglar. Qizimni yuzini uyda siqib, tozalashga harakat qilganman. Balog'at yoshidagi farzandi bor onalar, sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa, vaqtida o'z ishini ustasi vrach-kosmetolog qabullariga olib kelinglar. Sevara Nigmatovnaning ishlari menga juda ham yoqadi, toza, akkuratniy va professional. Yana eng muhim joyi, muolajaga ishlatadigan preparatlari, inyeksiyalari hammasi original, premium, arzonchi narsalar ishlatmaydilar. Paytdan foydalanib o'zim ham yuzimga Sevara Nigmatovnadan konsultatsiya oldim. Yuzimda birozgina osilish bo'lgani uchun hozirgi kunda eng xavfsiz nit muolajasini qilib beradigan bo'ldilar. Bu muolajani ko'rinishi juda ham qo'rqinchli, lekin ishoninglar, umuman og'riqsiz. Hozirgi kunda ayollardagi dolzarb, peshob usholmaslik, intim muammolarni ham og'riqlarsiz, apparatlarsiz davolaydilar. Qizlar, bu yuzimni protseduradan keyingi holati уже effekti bittada bilindi. Hali bu bir hafta davomida yanada chiroyli bo'ladi. Nasa gubkalarim ham bittada to'g'irlandi. Menga effekti juda ham yoqdi.